Birgina xato tufayli millionlab so'mga yo'qotishingiz mumkin. Tadbirkorlar tomonidan yo'l qo'yiladigan shartnomalardagi 3 ta yuridik xato. Birinchisi, predmetning noaniqligi. Masalan, shartnoma predmetida marketing xizmatlari deb yozish xato. Sababi, marketing xizmatlari bu targetma, SMM, dizayn, aniq maqsadlar yozilmasa, natijani talab qila olmaysiz. Ikkinchisi, muddat va javobgarlikning yo'qligi. Ya'ni, ish kechiksa nima bo'ladi? To'lov kechiksachi, jarima penyalar yozilmagan bo'lsa yoki noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, yillab kutishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, shartnomadan chiqishning yo'li yo'qligi. Ko'pchilik o'ylaydi, shartnomani yoqmasa bekor qilaman deb. Yo'q. Agar shartnomada bir taraflama bekor qilish bandi bo'lmasa, sifatsiz xizmat uchun ham pul to'laysiz yoki oylab sudlashasiz. Biznesingizni xavf ostiga qo'ymang. Shartnomalaringizni tekshirtirmoqchimisiz? Izohlarda plyus belgisini qoldiring. Biz sizga yordam beramiz.